Assalomu alaykum aziz obunachilarim, nabirajonlarim, kelinjonlarim, qizjonlarim. Sizlarga Xudo xolasa payshanba, yakshanba kunlari YouTube kanalida meni o'z shaxsiy oshxonam, ya'ni Asal Buvijon oshxonasida bo'ladi. İştirak etinglar, like'larni bosinglar. Xudo xolasa o'sha yerda yangi reseptlar qo'yishni boshlayman. Asal Buvijon oshxonasining birinchi sonida sizlar uchun kievskiy kotlet, kerakli mahsulotlar: baton, tovuq farshi, yong'oq, tuxum, sut, sariyog', tuz. Batonni ichini ajratib oldim. Endi buni sutga ivitib qo'yamiz. Ivitib chetga olib qo'yamiz va batonni ustki qismini to'g'rab qotirib qo'yamiz. Mana nonlarimni to'g'rab oldim. Endi tovuq farshini tayyorlash uchun hozir men sut bilan ivitib qo'ydim. Bunga 2 ta tuxum solaman. Tuz solaman. Farshi solaman. Endi bularni hammasini tuz bilan aralashtiraman. To'g'ri, men qo'limda perchatka yo'q, lekin men yaxshilab yuvib oldim. Negativlar bo'lmasin. Mana farshimizni tayyorlab qo'ydim. Nonlarimiz qotib turibdi. Endigisi yong'oq solaman ichiga. Men kievskiy kotletga o'zi tegib yong'oq solish kerak. Yong'oq solganimizda yaxshi bo'ladi. Sariyog' bilan aralashtiriladi. Uni ichiga dumalayotgan paytda qo'shiladi. Endi sariyog'larimni ham xuddi yong'oqqa o'xshab tayyorgarlik qilib qo'yaman. Keyin sizlarga buni ichiga, kievskiy kotletni ichiga qo'yayotganimni ham ko'rsataman. Hamma narsalarni tayyor qildim. Endi asosiy ishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb farshni qo'limga olaman. Bitta sariyog' ozgina yong'oq solib, buni sekin bekitaman. Bekitganimdan keyin Xudo xolasa mana non anaqasiga, kroshkalariga bulg'alab oraman. Mana hurmatli obunachilar, endi kievskiy kotletni qovurish jarayoni. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir bu birinchi bosqichi qizarib pishyapti. Hozir buni pishib bo'lgandan keyin, qizargandan keyin duxovkada yana ichlarigacha pishishligi uchun duxovkada dimlaymiz. Buni qovurib oldim. Endi 10-15 minutga duxovkaga tiqamiz. Hurmatli obunachilarim, mana birinchi taomimiz tayyor. Kievskiy kotlet. Endi buni bezatish jarayoni. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Like bosish esingizdan chiqmasin. YouTube kanalimizga obuna bo'linglar.
Hali zo'r narsalar, taomlar oldinda.